Mana shunaqa tog'li hududda ham biz hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum barchaga asfaltimizdan yotqizib bermoqdamiz. Bu tog'li hudud qayerda deyishinglar mumkin. Bu obyektimizda Chimyonda, mana shu tog'da tagida qor yoqqan bo'lsa ham biz asfaltimizdan yotqizib bermoqdamiz. Asfalt bu joyga kelishga o'zi sovuydimi, sovimaydimi, sovib qolsa qanaqa bo'ladi deyishinglar mumkin. Bizning asfaltimiz ko'rib turganingizdek hali ham juda ham issiq holatda, qo'l tegsa kuyadi. Oyoqda, mana bu yoqda oyog'ingiz yursa ham oyoq kiyim tegigacha deyarli ta'sir qiladi. Buni issig'i juda ham kuchli. Sovib qolmaydi, xudo xolasa. Chunki graduslar hammasi normada keladi. Ko'rib turganingizdek bola juda ham ishlashmoqda. Bu obyektimizda shag'allardan boshlab o'zimiz cho'tki qilib berdik. Xo'p, katogimiz bosmoqda bu yoqda asfaltimizni ham ko'rishinglar mumkin qanaqa chiqqanini va albatta asfaltchi bolaga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va videoga bitta like bosib qo'yib bizga podдержка bergan holda yaqinlariga ulashib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va bizning xizmatimiz asfaltchi bolaning xizmati va qayergacha mavjud deyishinglar mumkin. Biz deyarli O'zbekiston bo'ylab ish olib boramiz. Ya'ni Xorazmda, Qoraqalpoqda xizmatimiz yo'q hozirda. Buxoroda ham sal kattaroq ob'yemlar bo'lsa boramiz. 2000-3000 kvadrat atrofida. Ayo Samarqand, Jizzax, Sirdaryo 200 kvadrat, 300 kvadrat joylar bo'lsa ham bemalol Navoiylarda ham polni qilib beramiz va vodiy bo'ylab ham ish olib boramiz. Meni o'zimda asosiy xizmatim Toshkent shahar va Toshkent oblast bo'ylab vodiyda Farg'ona asfalt bor, Ravshanbek ham filialimiz. Bu yerga beramiz nomerlarni. Aloqaga chiqib, xudo xolasa, ishlarni chiroyli qilib beradi. Bizning asfaltimiz doimgidek sifatli ishdan bo'ladi. So'rashinglar mumkin, katoy bosgandan keyin qanaqa holatda va yoyilganda qanaqa holatda bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqmoqda, xudo xolasa. Zoir akam o'zlari cho'tka qilib gribok qilmoqda. Bolalar hammasi cho'tka ishlashmoqda. Bularda charchadim degan so'z o'zi yo'q. Negaki, bu o'z kasbining eng fidoyi insonlar va o'z kasbining eng lider insonlari shunga moslashib ketgan. Bugun qilgan ishimiz sizlarga gapiradigan bo'lsam, ham bordiyor bor-ku, mana shu bordiyorlarni ham polni bugun o'rnatib berdik. Bu bordiyor qanaqasi bo'ladi deyishinglar mumkin. Bu semichka bordiyor emas, 30 kilolik bordiyor emas, bu 70 kilodan 90 kilogacha bo'ladi buning vazni. Juda ham zo'r bo'ladi. Bu har tepganga ham yiqilmaydi bu. Mustahkam turadi, juda ham chiroyli bo'ladi va endi holatiga ham ahamiyat qaratib qo'ysa, bordiyorga qanaqa chiroyli bo'lib qadalgan. Mana shunaqa отдельный plashatka bo'lib qoladi. Qisqasi bordiyor qo'ydirsa, mana shunaqa katta plashatkali joylarga juda ham chiroyli bo'ladi, ajoyib bo'ladi. Va videoga like bosmagan bo'lsanglar, albatta like bosishni unutmanglar. Asfaltchi bola doim xizmatinglarda bo'ladi. Biz O'zbekiston bo'ylab asfalt yotqizib beramiz. Katogimizdan qaranglar, qanaqa chiroyli qilib bosmoqda. Alimardon akam uchun ham bitta like bosib qo'yasizlar. Bratan doim bizning xizmatimizda tinmasdan bizga asfalt tashib charchamaydi. Bratan o'zlarini ham topib qo'yaman hozir videoga. Yaxshi inson akam. Qayerga desam shu akam asfalt dastavkani olib borib beradi. Oyga desam ham oyga ham olib borib beradi, bratan. Bitta o'zini ham ko'rsatib qo'yaman. Alimardon aka, xizmatingiz uchun sizga kattakon tashakkur, podpischiklarim nomidan ham. Bitta like bosib qo'yasizlar albatta Alimardon akam uchun. Chunki bilasizlar, juda fidoyi inson. Mana shu mashinasida 100 km, 150 km atrofiga ham bizga olib kelib beraveradi. 200 km ga ham olib kelib beradi. Aka olib kelib bering desam, oyga chiqadi deyapman sizlarga. Bemalol asfalt xizmatinglar bo'lsa o'zimizga aloqaga chiqaverib, batafsil ma'lumot uchun albatta ekranda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar va yana bir bor aytaman, asfaltchi bolaga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizning xizmatimizdan siz ham foydalaning. Va bu obyektimizdagi biz asfalt yotqizganimizda asfaltimizga 1 yil garantiya beramiz. Nega 1 yil? Vashi ko'p-ku deyishinglar mumkin. Asfaltimiz sifatiga biz javob beramiz. Shuning uchun ham qo'rqmasdan biz 1 yil garantiya beramiz deb ayta olamiz. Negaki asfalt o'zi 3-4 oy tursa, sizlarga uzoq yil xizmatinglarni qilib beradi. Va biz xudo xolasa asfaltning sifatlisini yotqizib beramiz. Va videoga like bosmagan bo'lsangiz, Zuhurdin akam uchun ham bitta like bosib qo'yasizlar. Asfalt javolarga obuna bo'lib qo'yasizlar.